sartaroshlik sartaroshlari nimasiga keldim, birdan ishga keldim. Birdan video olishga qaror qildim. Dedi o'zbeklarimiz yana ishlaydi. Bu tarafda mana o'zimizning o'zbeklardan. Muqassam O'zbekistondan zaif. Akadam shahar Samarqand, Akramgacha Toshkentda. Все самаркандские, только один. Hamma Samarqand. Bir kishi Buxorodan. Mana bu yerda o'zbeklarimiz bor, mana o'zbek ayol. Assalomu alaykum. Qanday, yaxshimisiz? Efir bersin ayollarimiz ham. Hozir so'raymiz, agar xo'p desalar, odamlar ko'p, menga qandaydir neudobno. Hozir so'raymiz. 10 ming endi katta summa u. Mana bu kishi ham o'zimizni ham syomka qilsam maylimi? Maylimi? Yo'q. Okey, yo'q dedilar, mayli. Salom ayting. Opamiz uyalabdilar. Shunga mayli. Sartaroshlar haqida qisqacha ma'lumot bo'ldi. Yo'q, sartaroshlar ham yomon topmaydi Amerikada. Sartaroshlar ham normalni topadi. Смотри, qaysi sartaroshxonada ishlaydi? Qayerda joylashgan? Barber Cut Factory. Mana nomeri, kimga qiziq bo'lsa